Hormang aka. Keling yordamlashamiz. Rahmat, tong vaqti gullarni sug'orish juda muhim. Butun maydonni vaqtida sug'orib ulgurishimiz kerak. Oqshomda ham sug'orish kerak. Ha, to'g'ri aytdingiz. Men daraxtlar ostidagi tomchilatib sug'orish tizimini har birini tekshirib chiqaman. Siz gullarni sug'oravering. Rahmat, baraka toping. Ishim osonlashdi. Bu aslida hammamizning ishimiz. Hurmatli hamkasblar, vazifamizni sidqi dildan bajarishimiz kerak. Ona tabiatni asrash va boyitish siz va bizning eng ustuvor burchimiz ekanini unutmaylik. Ekologik xavfsizlikni ta'minlaymiz va ekologiyamizga zarar yetkazilishiga yo'l qo'ymaymiz. Kechirasiz, hozirgi kunlarda baliq ovlash taqiqlangan. Hozir baliqlarning ko'payish mavsumi. Qurigan daraxtni kesishga ruxsat olish uchun murojaat qoldirgan ekansiz. Bizga o'sha daraxtlarni ko'rsata olasizmi? Daraxtlar rostdan ham qurib qolibdi. Tegishli tartibda ruxsat berilgandan keyin qurib qolib kesilgan bitta daraxt uchun kompensatsiya tariqasida kuz oylarida 10 ta ko'chat ekish majburiyati yuklatiladi. Sizlar ertangi kun egasi bo'lasiz. Biz sizlar uchun toza ekologiya qoldirishni orzu qilamiz. Sizlar ham ekologiyani asrashga odatlaninglar. Kelishdingmi? Hormang, chiqindini yuklash paytida tozalikka rioya qilish shart. Tabiatga va ekologiyamizga zarar yetmasligi kerak. Har kuni yuk ko'p, lekin qoidaga albatta amal qilamiz. Shu soatda ham ishlayapsizlar. Maslahat berganingiz yaxshi bo'ldi. Gullarni oqshomda ham sug'ormasam, uxla olmayman. Unda qani, birgalashib ishlaymiz, aka. Dil parası, ko'z qarasi, sen o'zingdirsan. Mening ko'nglim sen aslida, sen ko'zimdirsan. Tomirimda tomir yoygan ilk so'zimdirsan. İlk og'rig'im, ilk yomg'irim, naysonim vatan, naysonim vatan.